Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz hamyurtlar, hurmatli vatandoshlar, mana alhamdulillah avvalgi umra safarimizdan eson-omon o'z yurtimizga yetib kelib oldik va bugundan 17-noyabrdan inshaalloh navbatdagi reyslar uchun harakatlarni boshlab yubordik. Azizlar, 28-noyabr hamda 18-dekabrga qo'yilgan reyslarimizga ajoyib yangiliklarni joriy qilganmiz. Bulardan avvalgisi Madina Munavvarada 4 kunduz, 3 kecha komil holatda turiladi inshaalloh. Ikkinchisi Madinada ham, Makkada ham taomlarimiz 3 mahal. Albatta bu ziyoratchilar uchun anchagina qulaylikni paydo qiladi deb o'ylaymiz. Hamda o'zingizlar bilgandek, ibodatlar, ziyoratlar, sayohatlar, tadbirlar barchalari o'z o'rnida mukammal holatda bajariladi. Agar umra safariga chiqmoqchi bo'lsanglar yoki ota-onalarni umra safariga chiqarmoqchi bo'lsanglar, albatta mana bu reyslarimizga yozilinglar. 28-noyabrdagi reysimizdan sanoqli joylarimiz qoldi. Navbatda 18-dekabrdagi reysimiz ham bor. Azizlar, sizlarni kutib qolamiz. Albatta bugundan inshaalloh ofisimizda ishda bo'lamiz. Kelib bemalol to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin va quyidagi raqamlardan ham ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Safarda biz bilan birga bo'linglar. Inshaalloh safarimiz mukammal va to'liq holatda bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.